Aytadi-yu, nechta qo'y so'ydingiz? Bitta qo'zi desa, 10 ta qo'y nima bo'ladi? Odamlarga gapirish kerak. Shu gapirilmasa, hovuri bosilmayapti odamlarni. Bu kim o'zariga ish boshlandi? Qo'shnilar nima deydi? O'zimizga yashashimiz yo'q-da. O'zimiz uchun yashashimiz yo'q. Qo'shnim nima deydi? Ulpatlarim kelib kulib ketadi. Ana u nima deyirkin, mana nima deyirkin, Alloh nima deyirkin, payg'ambar nima deyirkin, shariat nima deyirkin, qonunchilik nima deyirkin? Yo'q. Odamlar nima deydi? Hatto o'limlarimizda ham shu ahvol. Bizning musibatimiz shunda. O'lganlarimizdan ham agarda shu hammamiz tushunadigan tilda aytadigan bo'lsak, ochko olishga harakat qilamiz. Voy bizni dodamiz vafot etganlarida yo'llarni yopib qo'yishdi. Shunaqa gaplarni gapirsa, shundan ham odamlar obro' e'tibor topsam deydi. Yo'q, birodarlar, o'zimizni tuzatishimiz kerak. Men o'zimni tuzatay. Buni eshitib turganlar o'zini tuzatsin. Jamiyat isloh bo'ladi. Faqat shu gaplar og'zimizdagi aytiladigan gaplar bo'lib qoladigan bo'lsa, unda gapimiz quruq bo'lib qoladi. Bunda foyda bo'lmaydi.